Assalom do'stlar, sizlar bilan men Faiza. Bugun biz Granny o'yinini o'ynaymiz. Va kommentariyaga buni o'ynashimni yozib ketgan ekansizlar. Shuning uchun men bu o'yinda o'ynashga qaror qildim. Keyingi video qaysi o'yinda o'ynashimda yozib qoldiringlar kommentariyaga. Bu yerda esa va bundan qanday qilib qochish yo'llarini osongina ham o'rgataman. Просто buni keyin bu ketgan, bu teshikchidan ko'rasizlar. Ketganiga oldin ishonch hosil qilib olinglar. Mana u mana bu yerda turibdi. Yerini ochma. Bolalar bu eshikni ochib qoldi. Mayli, endi bizda ikkinchi kun boshlandi. Albatta buni o'zim o'ylab topgandim. Endi men tezroq qochish usulimni o'rgataman. Unda o'ta sekin qochish mumkin. Katta ehtimol. Endi buni otamiz. Endi Granny kelishini kutamiz. Shu eshikdan chiqish kerak. Bunday qilib o'ynayveramizmi? Tezroq kelmaysanmi sen? Ket, bor yugur. Keyin bunday qilib yonidan tushib olamiz. Keyin bu yerga kiramiz va eshikni yopamiz. Bu yerni ochamiz. Endi o'zimiz kirib ketamiz va naryoqdan chiqamiz. Bu yerda chiqqanlaringda shunday xona bo'ladi. Bu yerga kirishni unutmanglar. Chunki ba'zi joylarda shu yerda uset degan pult ham bo'ladi va kod, ya'ni eshik kodi bo'ladi. Mana bu Granny'ning eynasi. Video davomida u qaydan qutqarib chiqarilishdi o'rganasizlar. Agarda bilgan bo'lsangiz, buni bilgan bo'lsanglar, kommentariyaga yozib ketinglar. Afsuski bu yerdan sakrab o'tib bo'lmaydi. Hozir qarab turinglar, sizlarga zo'r narsa ko'rsatamoqchiman. Prosta bunga gap yo'q. Bu xonaga kiramiz. Shu ovozni qaydan o'ylab topgan? Bunga nima degan bilasizlarmi? This is my fifth day in his horse and beni de bir bala devergan xullas. Buni o'qimasdan o'tib ketasizlar. Lekin uni men tarjima ham qilib ko'rganman va unda yangi video chiqarganda ko'rasizlar. Bir narsa qilib endi u kelishini kutamiz. Hozir endi u keladi. Meni ko'rmaydi demoqchi edim.
Lekin afsus bu meni ko'rib qoldi. Qochdik. Bu rasmlarni oldida endi bu yerga qarash. Kelme. Bu qaygadir ketdim. Albatta eshikka. Voy. Açıl. Sen bormisan? Endi u kelishini kutamiz. Uni kutib turibman. Hozir buni qanday qilganimni sizlarga ham o'rgataman. Buni sizlar ham qilib ko'rishlaring mumkin. Bu albatta 100% o'xshaydi. Hozircha bularni o'rtaga yig'amiz. Va keyin bu yerga kelganda u pastga tushib ketadi. Bunday qilsak bu yerga keladi. Keyingi videoda Granny oynayman, lekin necha Granny 1mi yoki Granny 2mi, Granny 3mi kommentariyaga yozib ketinglar. Bu esa menga qiziq. Menimcha hammanglar 3 yoki 2 desa kerak. Chunki 3 yoki 2ni so'rayapman-da. Shunday yozib ketsanglar, eng ko'p like yiqqanda aşağı qismini chiqaraman. Kırdı bizde. Şurada şunu alsak görmez mi? Nega menga qaraysan? Jonga tegding-ku sen. İnsofing bormi seni? İnsof yo'qmi? Axir sen Grannysan-ku.
eshikda o'qishga ulgurmaydi. Men hozir bu eshikni ochdim. Yani mana shu eshikni. Bu yerda kim bilsa o'rgimchak yashaydi. Bu yerda mana bu yerga go'sht qo'yish kerakda. Vallahi. Shundan nimadan qo'rqayotganimni aytsam, men Granny'ni yurgan oyoq izlaridan yurgani eshitilayapti-da, shundan sal qo'rqayapman. Sizlar ham shu Granny o'ynasanglar, kommentariyaga yozib ketinglar. Hozir meni oldim keladi. Ha, bu yerga ham yashirinsa bo'ladi. Kerak, ochmaymiz. Meni ko'rding. Endi hoziroq bo'lmasang, yo'qolmasang, men o'zim seni dabdurlarni chiqaraman. Bunda qaranglar, boldasiga qaranglar. Bo'ldi. Rasmga tushirib oldim seni. Obunachilar, shu sizlarga ham joninglarga tegadimi? Ne üstüge boya veremiz. Yani yıla varmasın ha. Tezroq ket. Ana Granny ham ketdi. Bemalol chiqsak bo'laveradi. Bu yerni albatta tush kerak. Buni o'ldirishga yana bitta yo'li bor. Shu xonaga qamab qo'yib, uni prosta mast. Böyle bizga nima kerak? Biz tezroq narsalarni qidirishimiz kerak. Bo'larmi? Hech narsa topolmayapman bu uyda. Menimcha qochmasimizdan oldin tugaydi-yu bu video. Va videomiz shu joyda tugaydi. Granny meni urdi.